5. pora. Bismillahirrahmanirrahim. Erlik oyallarını erişmo sizlarga haram qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rilar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan, ya'ni yuqoridagi erish durust bo'lmaydigan oyallardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lganinglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib, nikohlab erishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab elib, foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrlarni beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro putishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan soqit qilingan mahri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlardan mo'min ayollarni erishga qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mo'min cho'rilardan olsin. Alloh iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab elaveringlar. Ichki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrlarini kemaytvatmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yo'shirun oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fohish qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu, ya'ni cho'rlarni nikohlab erish, oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qilalasanglar sizlar uchun yaxshidir. Allah noiti mag'firat qilguchidir, noiti mehribondir. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarining hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergishadiganlar, ya'ni shaytonga ergishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning yukinglarni yengiltishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. İnsan nafsi xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yoritildi. Ey mo'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'rilik, xiyonat qilish, bulash, jazonixo'rlik, qimor o'ynash orqali nohaq yo'l bilan yavanmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib, qilishgan so'd-setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Kimki chekdan eshib va zulm qilib, uni, ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qilar ekan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. Agar sizlar ma'ni qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, karimimizga ilib, kichik gunohlaringlarni yo'q chiqaramiz va sizlarni esil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mo'minlar! Ey mo'minlar! Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hasador bo'ladi. Ayollarmi qilgan amallardan hasador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Alloh berdi. Alloh haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Har bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinladik. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga, ahd va paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassini beringlar. Alloh haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir. Erlar ayollarning homilaridir. Bu Allohning ularning ba'zisidan, ya'ni
ərlərini kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir. Va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Yaxshi ayollar itoat qiluvchilardir. Erlari endi bo'lmagan chog'larda Allohning panohida erlarining haqlarini saqlovchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa, bir to'shakda birga yotmanglar. Bumi unum bermasa, ularni adablash maqsadida ostaroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Agar er-xotin ikkilarning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Allah agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Allahqa ibodat qilinglar. Uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, hech aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, savoqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki, Alloh mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ular, ya'ni mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarni bexillikqa buyuruydi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sukutini yoshirdi. Allohning ne'matini inkor qiluvchilarga xo'rlig'uchi azobni tayyorladi. Ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi. Oxirat kuniga ishonmaydi. Kimki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh? Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Allah ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Allah haqiqatan zaricha zulm qilmaydi. Agar kishining zaricha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hasilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Biz har bir ummatdan bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga, ya'ni ummating ichidagi imonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kofirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tub-tuz qilib etilishini, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa o'ylanib ketishni orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yo'shirolmaydi. Ey mo'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima deyotganinglarni bilgininglargacha junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usl qilmaguncha namozga yaqinlashmanglar. Agar kesal, ya'ni kasalga suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan afu qilguchidir, mag'firat qilguchidir. Ya'ni Allah bandalarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nasibi berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mo'llarining gumrohligini, setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi?
Allah sizlarning düşmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudilarning mikridan saqlashga Allah kifoyadir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartirib etadiganlarmi bor. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'ni qilish yuzidan Ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytadi. Agar ular yuqorqi so'zlarining o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, un zo'rna desa, ular uchun Allah'ның dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sabablik Allah ularni rahmetidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib, orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan, bir nozil qilgan, biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Ya'ni Allah biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madhiylaydiganlarni ko'midingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning degindek emas. Allah xohlagan bandasini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nesibi berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'midingmi? Ular butqa va shaytonga ishinadi. Kofirlarni ko'zitib, bular, ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarninkidan texmi to'g'ridir deydi. Ana shular Alloh rahmetidan yiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmetidan yiroq qiladi ekan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Hech qanday nasibisi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Allah o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga, ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terlari pishib tugagan chog'da azobni tetitish uchun o'rniga boshqa tera yangushlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Shubhisizki, Allah sizlarni
omonatlarni egisiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. İşinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar bir shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarining sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nozil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik degan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'midingmi? Ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'lyotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular ya'ni munofiqlarga Allah nozil qilgan kitob tarafga, ya'ni payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chog'da sening oldinga kelib, Alloh bilan qasam qilgan holda, biz faqat yaxshilik va yorishishni iroda qilgan edik deganlarning holi qanday bo'ladi? Ani shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillardagini, ya'ni munofiqlikni, mekrini biladi. Ulardan yuz o'rgin. Ularga nasihat qilgin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganlar. O'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasaydi? Albatta, ular Allohni kechirim qilguchi, nihoyatda mehribon topadi. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi talashga, seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsimi yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'tiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ata qilatdik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilatdik. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shehidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazl Alloh tarafidandir. Allah fazl ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ey mo'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki, oranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Alloh menga haqiqatan marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa,
go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek. Koshki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'latdim, deydi. Dunyo tirikchiligini oxiratga tegishdiganlar Alloh yo'lida jinini, pul milini pido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ey mo'minlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in. O'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilguvchini muyassar qil. O'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil, deydigan ojiz erlar. Ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Mo'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'midingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda, ularning orasidagi bir turkum kishilar düşmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajlimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi? dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning nimati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kemaytilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchrasa, bu sendan, ya'ni sening ditinga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nima bo'ldikin? Ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'lganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Kimki, ey Muhammad, sendan yuz o'riydi ekan, bilginki, biz seni ularga ko'zatchi, ya'ni ularning amallarini ko'zitib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmadik. Ular, ya'ni munofiqlar, amringga itoat qildik deydi. Sening yaningdan chiqib ketgan chog'da ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirib etadi. Ya'ni amringga xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qiluvchiga Allohning homiligi yetarlikdir. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek,
Allah'tan g'ayrining tarpidan bo'lgan bo'lsa, albatta, uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Mo'minlarga oid omonlikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mo'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqaruvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mo'minlar, agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ini kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergishib ketadinglar. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mo'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Allah hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah shaksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'di. Allohdanmi to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Ey mo'minlar, sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketsizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Allah ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Allah gumron qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zridek kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zriga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha, ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'tiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'tirmanglar va asir olmanglar. Agar Allah xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushadi. Ya'ni Allah ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhor qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufriga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi.
Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir ilinglar, tutib o'ldiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ular qarshi, ya'ni asir ilishga, o'ldirishga ro'shan paket ato qildik. Mo'min odamni savallik bilan emas, qasddan o'ldirishi hech durust emas. Kimki biror mo'minni savallik bilan o'ldirib qo'ydi ekan, u bir mo'min qulni ozod qilishi va o'ldirilguchining varislariga diyat to'lishi kerak. Ular ya'ni o'ldirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa hech bop yo'q. Agar o'ldirilguchi mo'min sizlarga dushman, kuffar qavmidan bo'lsa, bu chaqda o'ldirib qo'yg'ichi bir nafar mo'min qulni ozod qilishi lozim. Diyat kelmaydi. Chunki o'ldirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uning varis bo'lmaydi. Agar o'ldirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyat to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir mo'minni qasddan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Ey mo'minlar, Allah yo'liga, ya'ni g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mo'min yoki kofirlikka aniq bo'lguncha o'ldirishga oldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab, sen mo'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ldirib etmanglar. Allah'ның dergahida mundaqlarni o'ldirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga silishtirib, haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Mo'minlardan o'zrisiz, ama, tokur, keselga o'xshash o'zrisi bola buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu 2 xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Allah jannatni va'da qildi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular ziminda, ya'ni Makka ziminida biz dinni barpo qilishdan bo'zak qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zimini kengir emasmidi deydi. Ani shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorsiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chor topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ani shularni Alloh afv qilg'ay. Alloh nihoyat afv qilguchidir. Nihoyat mag'firat qilguchidir. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladigan,
u ziminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh berdi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir va nihoyatda mehribondir. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirishdan yonmaydi. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirib etishdan yonmaydi. Ey Muhammad, sen mo'minlar bilan jihodda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni ehtiyot yuzidan yendi tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin. Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda kuzatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Düşmanlardan ehtiyotchanlik bilan hushyor tursin. Düşmanlar bilan urushga tayyor turish yuzidan qurollarni yendi tutsin. Kofirlar sizlarning qurollaringlardan, ashyolaringlardan g'aflatda qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdinla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni düşmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lolmasligi uchun hammanglar bir vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotjon va hushyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xo'r qiluvchi azob tayyorladi. Namozdan farig bo'lganinglarda, o'ri turgan, o'tirgan va yotgan holatinglarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlari bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki, namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobini va g'albini Allohdan umid qilasizlar. Alloh hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zirga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yo'shiradi. Allohdan xijil bo'lib yo'shirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'htan choplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chog'da Alloh ular bilan birlaydi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi. So'zni anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shundoq kishilar sizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ulardan dafi qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga choplasa, u shu bo'xtonni va ochiq bir
gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Sana qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allah'ның sana fazli çoğundur. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Nima degan yomon joy? Alloh o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklar gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'an bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi nomlari bilan o'tib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah şeytanni rahmetidan yiroq qildi. Şeytan aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egilayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xom xiyol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob edish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahar paylarning butlarga nazra qilib belgi uchun quloqlarini yirishqa buyurayman. Ularning cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirib etishiga, ya'ni qullarni o'qti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman." Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadi ekan, u dunyo va oxiratda o'p-o'chiq ziyon tortgan bo'ladi. Şeytan ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xom xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Şeytan ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahadi bo'lmaydi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa, Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollarning mo'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kemaytirilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amlini xolis Alloh uchun qilgan. Botil dinlardan buralgan holda İbrahimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Alloh İbrahimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, mahluqotlaridir. Alloh hamma narsani to'liq bilguchidir.
Ey Muhammed, senden ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo berdi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning murosiga oid oyatlarni fatvo berdi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo berdiki, ularning tayin qilingan murosini bermaysizlar. Ularning miros qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb, ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliqinglarga fatvo berdi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Ayollarga va yetimlarga qanday yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turdi. Ya'ni shuningga asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzlishib ketishdan yaxshi insonlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida baravar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bodakmi emas, yo'qdakmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi uzlishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madihiga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buningga qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydigan, uningga aytib qo'yginki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigordan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon odil guvoh bo'linglar. Alloh sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafsi xohishinglarga ergishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmilsanglar, yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uning nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'an bo'ladi. Iymon etgan, ondan kofir bo'lgan. Ondan iymon etgan, ondan kofir bo'lgan. Ondan kufrida
azvaylagan, ya'ni shu kufri bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklamaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mo'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutadi. Ular kofirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarni do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Alloh kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chig'inglarda. Ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmaguncha ular bilan birga o'tirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ular, ya'ni munofiqlar sizlarga hodis kelishini kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizgimi beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ldirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi? deydi. Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Shubhisizki munofiqlar Allohni oldirmoqchi bo'lishidi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xush yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'in yod etadi. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida o'rsaldi bo'lib turdi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlarga, kofirlarga mansub emas. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Ey mo'minlar, mo'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostingi qavtiga, ya'ni qayriga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysizlar. Madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgin. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan. Dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amaldan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ani shular mo'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Allah mo'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qiluvchini mukofotlaguchidir. Hammani bilguchidir.